Yuqorilab va tanlay kemtigi bilan tug'ilgan bolalarda ota-onalarning eng ko'p qiladigan 5 xatolik. Agar videoni oxirigacha ko'rsangiz, 4-inchisi eng muhimi. Birinchisi, shifokorga kech murojaat qilish. Ya'ni 2 haftalik bo'lgandan keyin plastik jarroh ko'rigida bo'lish kerak bo'ladi. Ikkinchisi, ovqatlanish qoidalariga rioya qilmaslik. Ya'ni sutni nafas yo'liga o'tib ketish natijasida yuqori nafas yo'llari kasalliklari, pnevmoniya rivojlanishiga olib keladi. Uchinchisi, ortodontik muolajalarni vaqtida bajarmaslik. Ya'ni ortodontik muolajalarni vaqtida bajarmaslik natijasida prekusda har xil o'zgarishlar kelib chiqadi. Va to'rtinchisi, logopedik mashg'ulotlarni to'g'ri bajarmaslik. Bola 2 yoshdan boshlab 5-6 yil davomida logopedik mashg'ulotlarni bajarish kerak bo'ladi. Va 5-inchisi, operatsiyadan keyin jarrohga qayta murojaat qilish. O'z vaqtida qaytadan murojaat qilib, nazoratda o'tib turish kerak bo'ladi. Bu xatoliklarning qaysi biri sizga tanish, ya'ni bu xatoliklarning qaysi birini siz qilgansiz, izohlarda yozib qoldiring.